Erini to'yida raqsga tushgan birinchi ayol millionerga aylandi. Aslida bu ayol turmush o'rtog'i bilan sevishib turmush qurgan. 8 yil davomida birgalikda yashab, ancha qiyinchiliklardan o'tishgan. Lekin erini borgan sari puli ko'payib, o'ziga bo'lgan bahosi ancha yuqorilashib qoladi. Bu ayol ikkinchi farzandini dunyoga keltirganiga atigi 2 hafta bo'lganida va erini to'yiga 3 kun qolganida turmush o'rtog'idan yana ikkinchi marta uylanayotganini eshitadi. Bu ayol bu vaziyatda eri bilan janjal qilib, 2 ta farzandi bilan ajrashib, ko'chada qolishi mumkin edi. Lekin u boshqa yo'lni tanladi. Turmush o'rtog'ini to'yiga borib, o'zini mag'rur tutdi va boshini egmagan holda o'rtada raqsga tushdi. Va to'yda mehmonlarning hayratiga sazovor bo'lib, u 6 million rubl ishlab topdi. Qarabsizki, u millionerga aylandi. Endi eri bu ayolning muhabbatiga qayta sazovor bo'la oladimi? Afsuski, endi kech. Chunki bu ayol og'riqqa, ya'ni zarbaga uchradi va shu bilan birgalikda endi uni pullari yetarli darajada